do'stlar, hademay respublikamiz 35 yilligini nishonlaydi. Yakkasaroy tumani bugun uyushtirgan Nuroniylar kengashi, nogironlar, qolaversa mana shu hokimiyatning tashabbusi bilan biz Tog'li Bo'stonliq tumaniga qarashli mustaqilligimizni 35 yilligini nishonlash arafasida konsert dasturini hadya qilamiz. Shunday jannat makon joylar borki, mana qarang. Suvlarni oqib qarang. O'g'am Rever sanatoriyasiga xush kelibsiz. Yakkasaroy tumanida bugun bayram. Maqsud akamizning tashabbusi bilan uyushtirilgan nogironlarimizga hurmat, veteranlarimizga, faxriylarimizga bo'lgan hurmat. Bugun biz O'g'am Rever sanatoriyasida O'zbekistonimizni 35 yillik mustaqillik bayramini nishonlaymiz. Yo'q sizda g'amu hasratu dam olishga kelgan Fazliddin hoji otaxonlar. Приятного отдыха. Aziz yurtdoshlar, mana jannat makon serquyosh O'zbekistonning eng go'zal manzarali joylari Bo'stonliq tumani deganda bugun Yakkasaroy tuman hokimligi hurmatli insonlar orqali biz ham tashrif buyurdik. Yasha O'zbekiston! С наступающим днем День независимости Республики Узбекистан!